Ko'plab futbolchilar Real Madridga shon-shuhrat uchun keladi, lekin men unday emasdim. Intervyu berishni yoqtirmasdim. Ba'zida majburlashardi. Menga shov-shuv kerak emasdi. Men faqat futbol o'ynab, uyga qaytib, oilam bilan vaqt o'tkazishni istardim. Menimcha, bu Real va muxlislari uchun yetarli emasdi. Ular futbolchini yaxshiroq tanishni, uning xarakterini tushunishni xohlashadi. Men esa juda qaysar edim va o'zimni o'zgartirishni istamadim. Agar ular xohlagandek bo'lganimda, ehtimol matbuot va muxlislar uchun doimiy nishonga aylanmasdim. Mabodo jarohatlangan yoki diskvalifikatsiya qilingan bo'lsak, bizga o'yin tugashidan 10 daqiqa oldin stadiondan chiqib ketishga ruxsat berilardi. Men odatda tirbandlikda qolmaslik uchun 82-daqiqalarda ketardim. Lekin bir marta jamoamiz yutqazgach, gazetalar mening o'yindan erta ketganim haqida surat chiqardi. Men esa hamma qatori ketdim-ku deb o'yladim. Lekin baribir oxir-oqibat meni aybdor qilib ko'rsatishgan.